Assalomu alaykum Chorva Bo'ston kanali obunachilari, YouTube kuzatuvchilari. Hafta kunimizga chorshanba 2026-yil 8-iyul. Farg'ona viloyati Yazyovon tumani Yazyovon Qo'ymol bozoridan bo'lyapti. Kimga qanaqa hayvonlar qiziq bo'lsa, kommentariyga yozib qoldiraverasizlar. Kelasi videolarga olishga harakat qilamiz. Qani bo'lsa videolarimizni boshladik. Obuna bo'lganlar obuna bo'lamiz. Bitta like bosib qo'yamiz. Mehnatidan qadrlagan holda. Jigarlar, bugungi videolarimizda ona bola bo'g'oz, bor bo'g'oz, ko'chat, novoz, xunaji hammasidan bo'ladi. Qani bo'lsa ichkariga kirib ketishni boshladik. Musofirda jigarlar uchun maydan bitta chiqib ko'rsatay. Jigarlarni to'g'rida qo'y bozor, chap tarafida xudo olasa mol bozor va to'g'ri taniganlar bormi jigarlar. Musofirda akalarimiz uchun Farg'onaga yetib keldik. Bizga bir o'daman debdi. Adingizga muomala qildimmi? Yaxshi. Shapingizga yarasha salomingizga ading oldimmi? Yo'lagan buncha. Bo'ldimi? Baraka toping. Shuncha odam gapini nima qilsin? 49 million so'mga savdosi bo'lyapti jigarlar. 49 million so'm. Navbatdagimiz ko'rilajiganlar o'g'li parodasidan kattaliklari katta, bo'ylari 1.35, 1.30 atrofiga chiqadi. Chiroylilari chiroyli. Qo'rqoq holatlardan. Aka bo'g'ozmi bu? Bo'g'oz. Necha oylik tog'a? 6 oylik bo'g'oz xudo olsa, tekshirtirishinglar ham shart emas. Birinchisiga tekshirtirish ham shart bo'lsa deb yozibdi tog'a. Necha pulga bordi tog'a? Necha pulga bordi? 38 million so'm savdosi bo'ldi. Bemadiylar ustiga yozib yursa beraverasizlar-a? Telefon qilishaversin, telefon qilishni mursa qilamiz. Dastlabkilarni ham kelib javob qilib beraverasiz. Ayting nomeringizni. Turish holatlaringiz 91lik o'di bilan 848 74-79 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar tog'amizni o'zidan olasizlar. Masofani qiziq yo'q, kelishib qolsalar bo'ldi. Dastlabkilarni qilib berasizlar, tog'a. To'g'ri, rahmat katta. Birinchisiga xudo olsa 6 oylik bo'g'ozigalar ko'ringlar. Birinchisiga ekan. Aloqa chiqaramiz. Navbatdagi ona bolasidan xudo olasa. Yo'q jonivor. Bolasi novvoscha. Turishini ko'ringlar. Bolasini ham tayyor bo'lib qo'ygan. Yemlab olsangiz ham bo'laveradi xudo olasa. Aka bu nechta tuqqan? Ikkinchisi qonida. Qonida ikkinchisi, bu birinchisi. Hali kelajagi oldinda. Necha pulga bordi? 31 million so'm savdosi bo'lyapti. Bemayapsiz, o'zingiz qo'shib beraverasiz aka. Kelishib qolsangiz bo'ldi, dastlabkilardan qilib beraverasiz. Nomeringizni aytib qo'yasizmi? 91lik kodi bilan 397 8079 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Dastlabkilardan muammo yo'q, beraveramiz. To'g'ri, rahmat katta. Bolasini ham bo'ylari 1.15 atrofiga chiqadi. Onasiniki 1.20 atrofiga chiqadi. Chiroylilari chiroyli. Jigarlar aloqa chiqaramiz, xudo olasa. Navbatdagi ona bolamiz. Ona bolami tog'a bu? Ona bola. Yelon holatlardan ham ko'rlar. Chiroyli. Bo'ylari 1.35, 1.30 atrofiga chiqadi. Holatlar zo'r, xudo olasa. Bolasi buqacha. Nechanchi bolasi tog'a bu? 4-chi bolasi. Necha pulga bordi? 33 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti, bemas. Ozgina qo'shsa berasiz-a? Ozgina qo'shsa beraverasiz. Qo'shilsa beraveramiz, xudo olasa deyapti. Yeb ichishlar hamma yo'q garantilari bor. Telefon nomeringizni aytib qo'yasizmi? 99lik kodi bilan 322 7168 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar tog'ani o'zidan olasizlar. Kelishib qolsalar bo'ldi, dastlabkilardan qilib berasizlar, tog'a. Kelishib qolsalar bo'ldi, dastlabkilardan qilib beramiz deyapti, bo'laveradi. Tog'a, rahmat katta, charchamang. Jigarlar ko'rlar mana yaqin bo'g'ozidan so'ragan. Yaqin bo'g'ozmi bu?
Yaqin bo'g'oz tug'adi, xudo xolasa. Nechachisiga? Bitta tuqqan qonida ikkinchisi. Bitta tuqqan qonida ikkinchisi. Bo'ylari 1.30 atrofiga chiqadi. Undan ham balandroq, xudo xolasa. Necha pulga bordi? Necha pulga bordi o'zida? Bo'g'oz necha pulga bordi? Akam chupini 65 million. Ikkosi nima? Chupini 65 million so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bunisi yaqin, bunisi-chi? Ikkovi ham yaxshi. Ikkosi ham yaqin. Jigarlar, xudo xolasa, juplab olinglar, ikkosi ham yaqin. Novvos tug'ib bersa, xudo xolasa, o 80 tepasida bo'lib ketadi. Chiroyli. Sotilib bo'lsa, xudo xolasa, shu yerga savdo qilyapti ekan. Avvalo sotilib ketsin, sotilmasa nomeringizni aytib ko'rasizmi? Ayting. 90'lik. 93'lik kodi bilan 986. 986 16 24. Bitta yetalab berdi, mayna qadar raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Bunaqalardan ko'p emas. 15 ta terib bas turibdi. Bunaqalardan hali 15 ta tutelari bilan oling-da. Tutelar bilan ko'la o'zim bilan bosib. Bunaqalardan xudo xolasa serob. Necha haydanchaga? Hayda. Yo'llardan ham ko'ringlar jigarlar. Bunaqalardan 15 ta bor ekan. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zidan olasizlar, xudo xolasa. Bunaqalardan serob jigarlar. Aloqaga chiqaringlar, tez shu ukamiz bilan savdo qilaverasizlar bemalol. Bunaqalardan ko'p ekan. Aloqaga chiqaramiz. Rahmat, charchamanglar. Manaqasidan kattasidan so'ragan jigarlar bormi? Kattaliklar katta, bo'ylari bir qarag'am chiqadi, xudo xolasa. Qirg'idan ham balandroq, chiroyli. Orqa holatlardan ham ko'ringlar jigarlar. Aka, bu yaqin bo'g'ozmi? Yaqin bo'g'ozmi? Tug'adi, oy kirdi. Oy kirgan tug'adi deyapti, bilan ham soppagan. Nechinchisiga? Ikkita tuqqan qonida uchinchisi. Hali kelajagi oldinda, xudo xolasa, novvos tug'ib qolsa, o ancha o'p ketadi. O necha pulga bordi? 50 deyapmiz. 50 million so'm kami bor. Telefon qilishsa, musofirda jigarlar, xudo xolasa, telefon qilsa kamaytirib beraverasiz. Chiroyli dastlabkilardan muammo yo'q, kelishsalar bo'ldi. Nomeringizni aytib berasizmi? 99lik kodi bilan 619 81 12 raqamlariga aloqaga chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zidan olasizlar. To'g'ri, rahmat, katta charchamanglar. Jigarlar, ko'ringlar mana 50 million so'm kam bor ekan, yaqin bo'g'oz ekan. Tez aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Bozorimiz zo'r mollardan obzorni qilib beraman. Navbatdagi molimiz. Bo'ylari 1.30, 1.35 atrofiga chiqadi. Undan ham balandroq. Turishini o'yla. Aka, necha oylik bu? 8 oylik bo'g'oz, xudo xolasa, bu ham yaqin 8 oylik bo'g'oz deyapti. Yeb ichishlar, sovrinlarga hamma yo'q, garantiyasi bor. Nechinchisiga? Ikkinchisiga 4 kilo. Bitta tuqqan qonida ikkinchisi 4 kilo olarsa, necha pulga bordi? 30 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Bemadiylar usti yozga usti beraverasizlar, ha? Xudo xolasa, musofirda jigarlar telefon qilaversa, dastlabkilarni kelish masalasi bo'ldi. Dastlabkilarni qilib beraverasiz. Dastlabkasi O'zbekiston bo'ylab beraveramiz. Dastlabkilar O'zbekiston bo'ylab qilib beraveramiz deyapti. Faqat kelishsa bo'ldi deyapti. Kelishgan holat. Kelishgan holat. Nomeringizni aytib berasizmi? 94lik kodi bilan 362 77 01 raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. Dastlabkilarni qilib beraveramiz deyapti. Molimiz turishini qaranglar, o'zi kavshan turibdi, xudo xolasa, hamma o'g'illari zo'r. Istagan tuyoq chiroylilar, chiroyli. Rahmat. Navbatdagi katta mollarimizda bugungi videolar juda katta chiroylilardan xulosa. Bo'ylari 1.25, 1.30 pilusiga ham chiqadi. 1.30 pilusiga ham chiqadi. Chiroyli. To'g'ri, nechinchisiga necha oylik bo'g'oz bu? Bu 3 oylik bo'g'oz. 3 oylik bo'g'oz. Mashina uyga olib boradi, doktori bilan tekshirtirib olaveradi, kutib olib, ha? Dastlabkasini qilib bersiz moboqda. Nechinchisiga? Birinchisi bu, Birinchisiga bu hali bo'zagan. Deganlar birinchisiga ekan necha pulga bordi? 26 yarim. 26 million 500 ming so'm savdosi bo'ldi. Bemazi ozgina bo'lsa beraverasiz-a? O'zi biladi. Xudo xolasa, mana shu bu akanikimi bu ham? Aka sizniki ekani, ikkovi bitta ekan, xudo xolasa, men bilan. Juposalarni yana ham arzon qilib beraverasiz ekan, juposa arzonroq qilib beraveradi. Dastlabkilardan muammo yo'q deyapti. Jigarlar, aloqaga chiqaramiz. Xolasidan kattasidan so'raganlar bor, xolasidan kattasidan. Kesh bo'lyapti, ha? 28 million so'm savdosi bo'lyapti jigarlar. 28 million so'mga savdosi bo'lyapti.
navbatdagi bunaqa arzon mol so'ragan jigarlar bormi? Arzonidan xudo xolasa. Chiroylilari chiroyli. Bo'ylari 1.25 atrofiga chiqadi. Necha oylik bu? 7 oylikdan? 7 oylikdan oshgan teshattirish ham shart emas. O'zi bolalar pullatdi. Nechanchisiga? Birinchisi ekan, bu o'zi ekan, hali kelajagi oldin necha pulga bordi? 24 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. Bemayapsiz, ozgina qo'shib beraverasizlar. Dastavkalardan qilib beraverasizlar. Kelishib masalasi bor. Vodiy bo'ladi. Nomeringizni ayting. 90lik o'di bilan 631 55 05 raqamlariga aloqa chiqarasizlar. Shu ukamiz bilan savdo qilaverasizlar. Xudosa dastavkalardan qilib beraveramiz. Sizga rahmat katta, charchamang. Ay 25 ga sag'ib ichgani bo'lsa, eng baland tashkilga oling. Bundan oshig'iga olmay qo'yavering. Ha. Hayot berini Agar 49 millionga olaman deb qo'lingizni tutib qo'yib ketaman aka. Unchalik qilmaydi. Ay 24 berib, 1 Jigarlar, navbatdagi molimiz bo'lasi. Bolasi buqacha, turishlari zo'r. Bo'ylari 1.15, 1.20 atrofiga chiqadi. 1.20 atrofiga chiqadi. Turish holatlarini ko'ringlar, xudo xolasa. Bolasi buqacha. To'g'ri necha pul berdingiz? 33,5 ber. 33 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti. O'rtoq savdo qilyapti, bermayapti, xudo xolasa. Jigarlar, ko'ringlar mana. Savdosi bilan tanishib qo'yinglar, 33 million 500 ming so'mga o'rtoq savdo qilyapti. Bolasi buqa boqima. Turish holatini ko'ringlar. Navbatdagi molimizni ko'ringlar. Nechta qilishyapti aka buni? Bo'lasa jigarlar bunaqa sement aridan. Tog'a buni onasi bormi? Ona bolami? Ona bola, ona bola. Ona o'zi bola, onasi, o'zi bolasi. Bolasi bu qancha? Necha pulga bor tog'a? 45 million so'm savdosi bo'lyapti, bermayapsizlar. Hozir yo'qsa beraverasizlar. Dastavkalar ham kelishuvda qilib beraverasizlar, javob olishasizlar. Nomeringizni ayting. 90lik. 90lik o'di bilan 179 179 52 57 raqamiga aloqa chiqinglar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zingiz olasizlar, masofani qilsa yo'q. Onasini qonida ham bor endi. 3 yosh ekan. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zingiz olasizlar. Nechta kancha? Mana nechinchi bolasi bo'ladi? 3-mi, 4-mi? Bunisi 3-qonida 4-chi bolasi ekan, xudo xolasa. 8 gram o'shnaqasi ekan. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zingiz olasizlar, xudo xolasa. Agar rahmat katta. Bolasi mana qasidan ko'ringlar, bolasi mana qasidan. Bolasi xunajincha. Yelim holatlarini ko'ringlar. Bitta ro'zg'ori bemalol tervatadi, xudo xolasa. Bo'ylari 1.25, 1.30 atrofiga chiqqan. Nechinchi bolasi to'g'a? Birinchi bolasi necha pulga bordi? 28 million 500 ming so'm savdosi bo'lyapti ekan. Bermayapti-ga, ozgina qo'shsa beraverasiz. 28 ustiga, 28 ham ustiga ozgina qo'shsa beraveramiz. Telefon nomeringizni aytib berasizmi? 94lik o'ti bilan 511 1481 raqamiga aloqa chiqarasizlar. Dastavkalarni ham kelish masalasi bo'ldi, qilib beraverasizlar. Dastavkalarni ham qilib beraveramiz deyapti. Qolgan ma'lumotlar onasi egasini o'zida olasizlar. Aka rahmat katta, charchamang. Navbatdagi molimizni ko'ringlar jigarlar, navbatdagi molimiz. Chiroylilari chiroyli, yelim holatlar bilan ko'ringlar. Bo'ylari 1.20, 1.25 atrofiga chiqqan. Bu ozmi aka bu? Suti bor, ona bola ekan jigarlar. O, nima emyakka. U boshqa moldan ham olar ekanda va nech pulga bordi? 21 million 300 ming so'm savdosi bo'lyapti. Bermayapsizlar, ozgina ustiga ustiga beraverasiz. Telefon nomeringizni ayting. 90lik o'ti bilan 446 146 28 aloqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zida olasizlar. Xudosi bolasizlar ko'rsataman. Agar rahmat katta kelim holatlarda ko'rdi. Shuni bo'lasa
Ona mana qora. Mana shunisi bolasi ekan monjigalar. Bolasi, ona bola ekan. So'ng necha pulga bordi? Bo'g'oz bu endi olib Bo'g'oz necha oylik? 4 oylikdan o'tgan, 5 oylik. 4 oylikdan o'tgan 5-oyga ketyapti. Tog'am yana bitta gap uyga olib boradi, doktori bilan kutib tekshirib oladi. Tekshirib olsin. Mana shu yerda ham tekshirib oladi, javob berasiz xudosi. Necha pulga bu? Kam bor? 18 so'rab. 18 17 yarim 18 savdosi bo'lyapti. Bemayapsiz, ustiga ozga yursa beraverasiz. Nomeringizni ayting. 98 88 kodi bilan 997 997 9047 raqamlarga aloqa chiqarasizlar. Ikkita doktorlar olib kelaverasizlar, tekshirib turaverasizlar ekan. Bo'yi 1.25 kilosiga chiqadi xudosi. Tekshirib turaverasizlar. O'shancha mana. To'g'ri, rahmat katta. Birinchi tug'mam. Qonida birinchisiga xudo olasa. Navbatdagi molimizni ko'ringlar, navbatdagi. Shvetidan kattasidan chiqarib beraman dedim. Mana o'shaqasini topib qo'ydim. Kattasidan ko'ringlar, bo'ylari 1.5 atrofiga chiqadi. Chiroyli, toza shvetidan bunaqasi. Bo'g'ozmasa bu to'g'a. Endi qo'ysa bo'laveradi. Necha pulga bordi? 29 million so'm savdosi bo'ldi. Hozirgi bahosi 27 million so'm. Telefon qilishib olsa, kelishgan ortda beraverasiz, to'g'a. Kelishmasangiz bo'ldi. Nomeringizni aytmaysizmi? Ayting nomeringizni. 91 kodi bilan 491 1676 raqamiga aloqa chiqarasizlar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zini olasizlar, xudo olasa dastlabkilarni masofani qiziq kelishsalar jo'nataverasiz. To'g'ri, rahmat katta. Turish holatlaridan zo'r, xudo olasa, chiroyli jigarlar ko'ringlar mana. Urug'ga olib borib, urug'ga qo'yib yuborasizlar, xudo olasa. Urug' holatlaridan ko'ringlar jigarlar. Aloqa chiqaramiz. Navbatdagi ona bolasi o'raganlar jigarlar bordi. Muhimi bolasini ovoz o'ylanadigan joyi yo'q. Yelim holatlarni ko'rlar. Bo'ladi 25 atrofiga chiqadi. Chiroyli. Agar nechinchi bolasi bu? 4-chi, 5-chi bolasi. Hali kelajagi oldindan necha pulga bordi bermadinglar? 31 million so'm savdosi bo'ldi, bermadinglar. Ozgina ustiga yursa beraverasizlar. Masofani qiziq dastlabkilarni qilib berasiz, kelishib qolsalaringiz bo'ldi. Nomeringizni ayting. 93 kodi bilan 486 66 33 raqamiga aloqa chiqinglar. Qolgan ma'lumotlar egasini o'zida olasizlar, xudo olasa. Deganlar, yelim holatlarda bitta ro'zg'orni bemalol teraveradi, yana hali bu 6-7 yana tug'iladi. Hali kelajagi oldinda. Agar necha pulga bordi bu bolasini ovoz? Sotildimi? 25 million 500 ming so'mga baraka so'rdi. Bo'ylari 1.20 atrofiga chiqadi. Deganlar ko'ringlar. 1.20 atrofiga chiqadi. O, qaranglar, bolasini ovoz ekan. Agar necha puldan bo'ldi? 90 million. 90 million so'mga baraka so'rdi. Jigarlar, toza shvetini ko'ringlar mana. Manaqasidan chiroyli. 90 million so'mga baraka so'rdi. Manzilimiz Andijon viloyati Shahrixon Qo'llaman ko'cha qo'yib bozordan bo'lyapti. To'g'ri pul oldi kattasi? To'g'ri pul oldi? Bilmaydigan shopir ekan deganlar, shopir ekan.